Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, hammanglarningki xabaringlar bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi va Berlin ishxonasininki mudiri G'ayur Qurbon apandim 28 may kuni o'zininki Germaniyadagi to'rlashgan axborot markazi bo'lgan Teybil Medianing Xitoy munbiridagi 100 mashhur shaxsning biri bo'lib tanlanganlik xush xabarni yetkazgan edi. Biz ham buni 30 may kundagi kunlik xabarlarimizda xabar qilib bergan edik. Bugun G'ayur Qurbon apandim bilan bu Teybil Medianinki Xitoy munbiridagi 100 mashhur shaxsninki qandaq bir ahamiyat ekanligi va buningga qandaq shaxslarniki tanlanganligi haqida tafsili bir suhbat o'tkazaylik deb hurmatli G'ayur Qurbon apandimni televiziyarimizga taklif qilishimiz. Xush kelibsiz G'ayur apandim. Suhbatimizni qabul qilganingiz uchun minnatdorligimizni bildiramiz. Ko'p rahmat sizga. Men gapni uzatmay udullam savolimdan boshlasam, bu nemis tili dunyosininki sirtidagi qarindoshlar bu matbuotni va uning hal qilg'uch ta'siri bo'lgan shaxslar tizimligining ahamiyati to'g'risida bek bilib ketmaslik mumkin. Buni bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Ko'pchilik ma'lum, hozirgidek bu butun dunyo uchurlashgan, vositalashgan bir davlat, bir dunyoda yashayapmiz. Bu yerda bu uchur dunyosida nom qozongan nurg'unlagan matbuotlar bor, ammo xalqimizning ko'pinchaligidek o'z turayotgan davlatlardagi yoki bo'lmasa davlat halqagan cho'ng tipdagi medialar, masalan BBC, New York Times deganga o'xshash medialarni bilishi mumkin. Shuning uchun bu yerda men bu noktada biraz izohat berishni to'g'ri ko'rdim. Germaniya bilan Xitoy munosabatlari dunyodagi mayli iqtisodiy, geopolitik yoki geosiyosat yoki boshqa ijtimoiy nuqtalarni ipiqanda cho'ng bir munosabat, muhim bir munosabatlar bo'lib hisoblandi. Bu noktada Germaniyada bu Xitoy tilidagi shunday bo'lishiga qaramay, Germaniyaning o'zida german tilida chiqadigan bu Xitoyni tushundiradigan va Xitoydagi masalalarni so'zlaydigan matbuotlar pek jiq emas. Chunki Xitoy madaniyati German xalqi uchun pek to'limi jiroqdiki natunish bir madaniyat bo'lganligi uchun faqatla bu yerdagi munosabatlarda jumladan matbuotlardagi xabarlarda asosligi Germaniya bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy muomalalar munosabatlar bekroq aks etib boshqa munosabatlarga oz o'rin beradigan bunday bir vaziyat shakllangan. Bu nuqtadan bu Xitoy hokimiyatiniki iqtisodiy jihatdan boshqa davlatlarni o'zininki ta'sir doirasiga keltirib olish, davlatlarningki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga singib kirish orqali bu davlatlarni asta-asta o'zininki ta'sir doirasiga kirgizib, o'zininki kengaymachilik ve bastırmacılıktan ibaret bir devlet gayesini amalga oshirishdan ibaret bu mahiyetini eşip bıraktıqanğa cık bir boşluk yok idi. Şunu ondan başka bu Xitoy hokimiyatininki hammamiz bilgandagidek bu tashqi dunyoga qaratgan matbuotlarga solgan g'oyat zo'r mablag'ininki ta'sirida chet eldagi dunyoda jumladan ingliz tili bo'lmagan sahalarda şu Xitoyninki nuqtai nazari gavdalanadigan xabarlar ve analizlar ko'proq aks etadigan shunday bir ahvol mavjud. Jumladan Germaniyada shunday ahvol mavjud edi. Bir qism oz sondagi g'ol medialarda anda-sanda chiqib turadigan Xitoyga qarshi tanqidiy xabar dokladlardan boshqa bu Xitoyninki haqiqiy mohiyatini, Xitoyninki Uyg'urlarga ve Xitoy bo'lmagan, umuminsal Xitoy bo'lmagan xalqlarga qandaq bir noinsoniyat munosabatda muomalada bo'layotganligi,
qata muşu noktalarda yaxşı aks etmegen ahval baydı. Onun başka emeylenge ma'lum Xitoy hokimiyati muşu TikTok o'xshash o'zininki ijtimoiy sohalarga ijtimoiy medialarniki bir g'ul bir kuch bo'lib shakllangan medialar orqali o'zininki nuqtai nazarini yaratadigan shundoq ahvol shakllanganligi uchun bu universal faqat Germaniyadagi vaziyat emas, universal dunyoda shu Xitoyga bo'libmi yerlikniki va bo'libmi shu siyosat belgilashlarniki Xitoyga bo'lgan ta'sirida muayyan bir taraflamalik shakllangan hodisa bo'lib qolgan. Naq mushu hadisini, naq mushu yerdagi bir bo'shliqni to'shqizish uchun faqatlam mushu Xitoylarga, ya'ni mushu Xitoy haqidagi matbuotlarda faqatlam Xitoyning nuqtai nazari asosli gavdalangan cho'ng bir bo'shliqniki Xitoy qolib qolganligidan mushta bir cho'ng bo'shliqni to'shqizish uchun Table Media'ga o'xshash medialar maydon keldi. Bu 2019-yili maydon kelgan bir media bo'lib Germaniyada emas, balki dunyoning miqyosida tig'i yosh bir media bo'lib hisoblanadi. Ammo bu medianingki bundaq bir qancha alohida boshqa medialar o'xshamaydigan, farqlanadigan muhim bir tarafi bor. Bir qancha tarafi bor. Uniki birinchisi bu mediadagi muharrirlardan tortib yozuvchilarning hammasi, analizchilarning hammasidek Xitoyda turib boqqan odamlar, Xitoyga berib boqqan, yashab boqqan ve hatta u yerda bir mezgil ishlab boqqan Xitoyninki faqat tilinlama emas, balki madaniyatini, uninki Xitoy bo'lmagan millatlarga qandoq bir muomalada bo'lganligini, iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi oldida boshqa, keyinda boshqa o'ynaydigan mundaq o'yinlarini nihoyat yaxshi tushunadigan mutaxassislar to'plangan bir dargoh bir bo'lib hisoblandi. Bu buningki boshqa matbuotlarga qaraganda eng cho'ng farqlarining birisi bo'lar. Uningdan boshqa yana bu matbuotlarning asosli mushtari bazasi hukumat, siyoset, tijorat dunyosi, aqllar ambiri ve xalqaro munosabat sohalarida xizmat qiladigan muhim kishilar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu ommaga faqat ommaga mulozimat qilishni asos qilgan bir matbuot emas. Shuning uchun ko'pincha ommaninki, normal xalqninki balkim buni jiq anlamagan bo'lishi mumkin, ammo bu maxsus shu abay degandagidek hukumat, siyoset, tijorat dunyosi va aqllar ambiriga o'xshash bir davlatninki ichki va siyosiy tashqi siyosatlarini belgilaydigan muhim organlardagi odamlar o'qiydigan bahası to'limi qimmat. Bu $300 bardı bununki bir aylık müşterisi. Yani bu nayte adetdeki puqra kötürelediğin bir baha emas elbette. Bir ayda €300 $300 pul төлеп okuyalık normal halk okuyamaydı elbette onu. Şunun için qarapma bunundan bununki müşteri bazısındaki cemiyetindeki yuqur katlamadaki kişilerini maksat qıllıqı, nişan qıllıqı çıkıp durdu. Onundan başka yana bu nimede bu matbuatning yana şu Xitoy yani bu Table Media yani China Table dedi yani bu Xitoy üstüle deb söz tercüme qilib bir ma'no chiqdi. Bunun Xitoy üstülidan boshqa yana Yevropa, bexatarlik, tadqiqot qatorliq muhim temalarda maxsus o'rlashtirgan nimalari bor. Mushning ichidagi Xitoy üstüle yani China Table degan tarmoqninki tuzib chiqqan Germaniyadagi Germaniya Xitoy munosabatlarida nuqtaliq ta'siri bo'lgan, ya'ni hal qilg'uch ta'siri bo'lgan o'z odamlarninki tizimligiga meni olibdi. Men bundan shaxsan favqulodda xush bo'ldim va buningdan shu Germaniyada yaqinqi bir qancha vaqtdan buyon, jumladan 2019-yili Berlin ishxonasini qurib, shuningdan boshlab Germaniyada va German tili dunyosida Uyg'ur davosini olg'a siljish haqida qilayotgan xizmatlarimizniki bo'sh bekor ketmaganligini his qilgandek bo'ldim. Xo'sh, bu tizimlikdagi kishilarninki ichida Germaniyaninki hukumat organlari, iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi yuqori darajali xodimlar ko'p o'rin olibdi. Bular haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bu tizimlik şu Table Media
matbaasininki shu bütün mutaxassislarninki bir yerga jam bo'lib Germaniya Xitoy munosabatlariga abayda o'tgandek ta'sir ko'rsatadigan hal qilg'uch ya'ni yoki mashhur desab bo'ladi ekan germancha so'z tarjimasi haqiqatan hal qilg'uch ta'sir bo'lgan kishilar degan gap hamda şu tizimlikka nurg'ulg'an insonlarni olgan man jumladan o'zimniki bunda bir tizimlikda bunda nurg'ulg'an bu hukumat siyosat tijorat dunyosi va aqlli ambirdagi shu Germaniyada va Germaniyada emas German tili dunyosida yuqori inovatlik muhim shaxslar bilan bir qatorda o'rin olganligidan shaxsan o'zim pek faxrlandim. Shu tizimlikning ichida ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu tizimlikning ichida o'sha Germaniyaniki hozirgi hukumat, siyosat va tijorat dunyosidagi muhim ismlar o'rin olgan. Jumladan men bir qanchani bu yerga xotirlab olgandim. Masalanga bu tizimlikning ichida Tashqi ishlar ministrligi Osiyo va Tinch okean nazoratiniki noziri bor. Ya'ni shu Germaniyaniki butun Xitoylar emas, balki Tinch okeandagi siyosatni belgilaydigan eng cho'ng shu ma'murlarniki shu tashqi ishlar ministrligi ma'murlarniki boshliqlab hisoblanadi bu kishi. Bu kishi bor. Uningdan boshqa shu Xitoy ishlari bo'limininki yangi mudiri bu kishim o'rin olibdi va uningdan boshqa Xitoy Germaniyaniki Xitoy turishliq bosh elchisi bor ekan. Bu shu siyosat hukumat sohasidagi davomli odamlarni shuni bir qancha misol qilib dedim. Uningdan boshqa yana bu savdo sanoat sohasidami Germaniya savdo sanoatchilar uyushmasi bor. Germaniya savdo sanoatchilar uyushmasi Germaniyadagi eng cho'ng lobbichilik organi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni Germaniya hukumatining chunki bu kapitalistik davlat sistemasida tijorat dunyosiningki davlatninki ichki va tashqi siyosatga ko'rsatgan ta'siri favqulodda yuqori va bu Germaniyadagi savdo sanoatchilar uyushmasi bu Germaniyadagi eng kuchli lobbichilik organi bo'lib hisoblanadi aynı zamanda. Bu shu uyushmaniki mudir bor ekan. Onundan başqa bu Germaniya İçki İşler Ministerligininki eng yuqori darajadagi ma'muriy xodimlarni o'rni olibdi va bu tizimlikda yana shu Yevropa savdo sanoatchilar uyushmasininki Xitoydagi bosh vakili bor ekan va meni jumladan men shaxsan qiziqtirgani BASF, Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi degandek shirkatlarninki birinchi qo'l rahbarlari bundan o'rin olibdi. Bundan başqa endi shu albatta aqlli ambarlari boshqa xalqaro tashkilotlardan misol keltirsak-mi, shuni qarablam bu tashkilot bu tizimlikdagi insonlarniki Germaniya Xitoy munosabatlaridagi naqadar ta'sir kuchi yuqori bo'lgan odamlarni bo'lganligini ko'rsatish bo'ldi. Jumladan Volkswagen shirkatini bilsak, Volkswagen shirkati Germaniya sanoatininki yorqin misali ve vekil olab hesaplandı yani Germaniya köpçülük bildiğindek auto yani maşina sanayi devleti olab hesaplandı ve Volkswagen muşu sanatınki baş vekili obrazı süptüde tasvirlendiğinde muş şirketninki icraiyet müdiriyetinki baş müdürü bakken onda başka elbette Audi, BASF, Mercedes şirketlerinin ama yuqori darajadagi amaldorlarniki bağlılıqını bir yerde gördük. Yani ben bunu deyishdiki maksat bu tizimlikdagi ilingan odamlarniki qanchalik bir vazni va bularniki Germaniya bilan Xitoy o'tirisidagi iqtisodiy siyosat va jumladan geopolitik geosiyosat belgilash taraflardaki küçüğünü ve tesirini körülüş mümkün ve muşu Katar'daki insanlar arasında bizninki mu orun ağalıkımız bizninki Uygur davasının Germaniya'daki ve German tili dünyasındaki Uygur davasındaki kançılık bir seviyeye getkenlikini muşu tizimlikte orun ağan adamlarınki vezni ve orunu kırıp küçükten pekakil buldu oynayayım. Şimdi bu 100 meşhur şəxsninki içiga sizni tavsiya qilib va sizni tanlashidagi sabab hammamizga ma'lum bo'lgandek Dunyo Uyg'ur qurultiyininki bu Germaniyada
bo'libmi siz yuqorida atab o'tgan Volkswagen, BASF, Siemens degan shirkatlarningki majburiy emgakka va men ismini atamagan boshqa markalarning ham majburiy emgakka chetishligi haqidagi bu dokladlar va ishlagan bu xizmatlari jumladan irqiy qirg'inchiligini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish uchun sizlarningki jumladan sizningki Berlinda turib qilayotgan xizmatlaringiz ningmi ta'sir bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, endi sizningki bu tizimlikka kirishingizningki buningdan keyingi Uyg'ur davoyimiz uchun konkret nima foydasi va ahamiyati bor? Bence nayet yaxşı bir sual çünkü köpçekninki kalısıga en köp toğulduğun suallarını birisi. Tamam bir mühim bir tizimlik kripto. Bu biz için, cümleden halkımız için nimege paydası var degen noktalarla. Menenki kalamda bunda bir kança cihetlerden bu noktanı yorup bir dağın ideya var. Cümleden bu birinciden bizdeki şu Germaniya ve German tili dünyasındaki şu davayimizdeki qaysi bir seviyeye geldiğininki roşan bir ifadesi de oylayman bunu hem de. Bunda deyişimizde bu tizimdeki abay kızıkan kayırındaşlar şu metbuatninki tövbeteki çıkıp qarab baksı buldu. Bu tizimlik hakikaten ornağa adamlar Germaniyanınki her qaysi sahalardaki naiti mühim adamlar bulup hesaplandı. Onundan başka bu tizimlikке bizningki e'lon qilganligimiz albatta tasodifiylik emas. Chunki bu yerda mundaq deymiz bu tizimimiz ichida mundaq ta'sir doirasi bo'lmagan bo'sh bekor odam yo'q demakchida, buning deyishim hamda. Bu hamda bizningki 2019-yili Germaniyada Berlin shahri, Germaniya poytaxti Berlin shahrida Dünya Uyg'ur qurultayiniki ishxonasini echitdan iborat cho'ng bir strategik qarorni ijroiya komiteti olgandan keyin va keyin bu xizmatninki menga ishinib va topshirilgandan keyin ilib berilgan bir qancha yillik jafoliq tirishchiligimizningki eng ro'shan bir ifadesi ve neticesi deyişki buldu. Çünkü bununki muş tizimdeki kirgelikinin özü lan bu Uygur devasınınki terakki qilib qanda bir seviye gene. Bana Germaniya bilen Xitay oturusidagi münasebetlerge tesir dairesi yani tesir göstergedek bir dereceye yetkenlikimizdeki şu Germaniyadaki en gol ve mühim Xitay münasebetlerindeki gol ve en mühim bir metbuatninki bir izbegen bir ispat edilsek oldu da bunun bende. En yaş ispatı elbette bunun da bunun yeni bir konkret paydası mı şu şu hükümet, siyaset, ticaret dünyası ve şu ictimai sahalarda biz bir Uygurlarınki bir vekili sübütüde itirafqa inimiz diyen gap. Çünkü ben abayda bökendikdek bu matbuatninki en çoğun alayliki yani başkalar okşamaydigan bir tarafı bu məxsusmuş karar çıkarılgan meyli hükümette bolsun, meyli siyasette bolsun, yoki ticaret dünyasında bolsun karar çıkarılgan yuqur derecedeki adamlarninki okuyduğun məxsus okuyduğun bir neşir buyumu bulup hesaplandı. Bundaq bir yerde Uygurlarınki bir sima sübütüde mesela menin aks etişim ve onundan ve bizninki bu Germaniya ve Xitay oturusidagi munosabatlerde mesela özümüzdeki bayanatları bilen, özümüzdeki göz qarashlari bilen bir yerge bizning fikrimizning aralashtirilishi bilen yazılgan bu makale bu yuqur derecek adamlar tarafından okuldu degan gap. Ve bular aning kendin bir Uygur davasındaki bağlılığını texmi yaxshi his qildi. Çünkü bu köpçülük aydım hatta biz siyasetçilerine karar çıkargan adamlar, mühim karar çıkargan adamlar bir qo'yib turadi. Özümüzninki mi bir günlük hayatımızda biz okuyduğun, körüdüğün neslerin jiqliqida biz qaysi narsani tanlab o'qishni bilib bo'lolmaymiz ba'zida. Bilib bo'lolmaymiz. Hatta vaqtimiz yo'q. U adamlar uningdan battar, bizdan battar aldirash adamlardir. Shuning uchun bu matbuotning alayligi bu eng negizlik yadrolik uchurlarni nihoyatda ixcham ve betaraf ve paketli holda yoritib turadigan mundaq bir alaylik bo'lganlik uchun bu mühim qaror chiqaradigan odamlar tarafidan o'qiladi degan gap. Bo'lmasa u ko'chko'ylarda, o telefonlarda o uchiq yiqiyotgan uchur degan kurming hamda.
Bunu atayten bir yer tilge bir yerde bir tilge gelip oturuşunun haceti yok buluş mümkündü. Ama bu mühim edemler, karar çıkacak edemler tarafından okulduğu için bu yerde Uygur meselesinin kirişinin özü lan bulanın kalısıga her kıtım Uygur meselesi tokulup durdu dediğin gibi. Hem mesela urunup durdu dediğin gibi. Ve bulanın ki ve bu arkalık bu Uygurların ki vaziyet hakkında söz kıvatkan bizning mi, bizning teşkilatımızın mı bir yerde tonulduğanlığı ve itiraf qilinganlığını körüveliş tersemez. Onun başka hemmeden çok mühim faydalarının ki birisi şu sen bizninki şu Uygur meselesi hakkında sözlegen ve bayan kağıtlarımızdaki bu veznini küçeytip birdi. Yani bizninki bir yerde başta yüz tesir yani hal kılgıç tesirge olan şahıs neki birisi bulup bir yerde itiraf kılanganlığımız bilen bizning davaqqan gaplarimizningki veznima gap ekanligini. Bizningki jamoatchiliklar o'rtoqlashgan uchurimizningki elgektin ötken belgektin ötken paketlik ve özümüzdeki halkınınki iradesiga vekillik kılalaydigan uçur işkenligini dünya Germaniya ve German tili jamoatchiligiga ve siyasetçilerge, mühim adamlarga onu ko'z tupurdi ve bizning gapimizni ko'chko'ylardagi bir adamning gapi emas, balki şehirdeki közü görüngen özünün halkı ve Germaniya halkı matbuat tarafından itiraf qilingan bir adamning gapiken deb onun vezirlik bo'g'anligiga pozitif qaraydi ve onu bizde bakın gaplarga dikkat e'tiborini berdi. Bu yani bir en mühim artık önemliki faydalarınınki birisi. Yığınca qilib aytgan vaqtida hamda şu davayımı Uygur davasını Uygur davayımızı şu Germaniya ve German tildeki devletlerde tefimo ilgili sürüş için mühim imkaniyetler bilen mühim sorular bilen teminleydi deb oylayman. Çünkü Uygur vaziyetdeki qiziqqa adamlar elbette Uygurlar haqida bir tonuşturuş, Uygurlar haqida muayyan faaliyet qilish yoki yordam qilish haqida to'xtalib izlangan vaqtida albatta buni to'g'ri chiqib izlanadigan gap. Mesela kim Uyg'urlarga vakolatdan yani gap qila olish mumkin yoki biz kimlar imkonlash mumkin degandek. Mushta vaqtlarda mushundaq bir ta'sir doirasi kuchli bo'lgan bir kasbiy matbuotda mühim bir tizimlikda o'rni olganligimizni qarab ularniki bo'lgan texmi yaxshi texmi biz burun erishib boqmagan cho'ng imkoniyatlar bilan bizning davoyimizni anlatadigan mühim so'rovlar bilan ta'min etadi deb o'ylayman. Rahmat sizga. Endi mushu yaqinda jumladan Dünya Uyg'ur qurultayiningki xalqaro ishlar direktori va ayollar komitetining mudiri Zumrat Erkinning Roosevelt mukofotiga erishishi orqadan sizningki bu yüz meşhur şahsının içine talanishingiz cümleden muhaciratlik bütün Uygurlarımızın söyündürüşüyle birge yaşlarımızga mı bir ümit beg'ishildi deb o'ylayman. Endi oxirsida mushu xalqimizga va jumladan yoshlarimizga deydigan ko'ngil so'zingiz bormi? Yaxshi savol bo'ldi. Albatta men mushu fursat orqali bizningki yani cümlenin özününki. Çünkü hemimiz Uygur vatan içinde irqiy qirg'inchilikqa yo'l qo'yayotgan, yo'qolish girdobiga borayotgan Uygur medeniyatininki bir asos egilarida bo'lib hisoblangan har bir Uyg'urninki xalqimiz yo'l qo'yayotgan azob oqibatlar haqida so'zlashimiz, onu her qaysı sorularda anlatışımız, sahnelerde anlatışımız ve Uygurlarınki bu vaziyetin yaxşılaş için yardım toplaşımız şarttır bir yerde. Şunun için ben bir yerde özlemlikki şu kısqığını bir qancha yıl jarayonida gerçi ben şahs kesbi bir bu meyle xalqaro siyaset bolsun yoki şu siyaset bilimlerinde terbiyelenmegen bolsam mı, lekin özlemlikki bir kişilik Uygurluk mecburiyetimni ado qilib o'zimda bor bo'lgan ba'zi
til ve başka cihetdeki ortakçılıklardan faydalanıp halkımızdaki davasını anlatıp geldim ve bununla ilişkin kichkina bir netice buldu bu. Ben bunu cümlede meni ilhamladı. Ben bunu şu ekran arkalı şu bizge cümleden özününki davasıga qiziqadigan ve onunla sarf qilishni, big'ishlashni xohlaydigan qarindoshlarımızga bir yaxshi bir ulgu sifatida taqdim qilmoqchi. Ya'ni xalqaro jamiyatda shu tirishsak yetaladigan nurg'un manzillarimiz bor ekan. Bu albatta faqat bir boshlanish. Abayda o'tgandek bu tizimlik bir g'oya emas yoki bu oxirgi nuqta emas, oxirgi manzil emas, balki bu faqat bir boshlanishi. Muşu baltak bilen biz özümüzün davasını yeni bir baltakka, yo'l bir baltakka açık alayganligimizga mesela cümleden şahsen benim közüm yetti. Ben özümdeki muşu erişken netice arkalık muşu özünün davasıga qiziqadigan ve özünün bir işaşı xalaydigan qarindoshlarimizni texmi tirishga ve texmi tirishga chaqiriq qilaman ve ular ishonamanki ularninki texmi cho'ng qobiliyati bilan texmi kuchlik qoyil qilish san'ati, so'z san'ati ve o'zi o'rgangan agar jumladan shu xalqaro siyosat ve başka aloqalar bilimlari o'rgangan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa biz erishgan shu qutuqlarning to'psida texmi jiq qutuqlarni qozonganligiga ve xalqimizningki azadlık ve hürlikiga bir kun bo'lsa burun erishdiganligimizga men ishonaman va ko'pchilikni buningga birlikda kuch chiqarishga chaqiriq qilaman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Buningdan keyingi xizmat ishlaringizga utuqlik tilash bilan birga bugungi suhbat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi nomidan minnatdorligimizni bildiramiz. Sizga ko'p rahmat. Jumladan mushu temaga qiziqib, mushu programmani ko'rgan, bizda mushu programmani ko'rish orqali bizga bo'lgan qo'llashni izhor qilgan barliq to'rdosh qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, shuning bilan bugungi suhbat programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Keyin qaytimqi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.